Yapalım. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men tarix fanlari doktori Azimxo'ja Xo'jayev. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz Salafiylar davrida Turon deb nomlanadi. Salafiylar davrida Turon mavzusini biz 3ta reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchisi Salafiylar davlatining tashkil topishi, ikkinchisi davlat boshqaruvi, uchinchisi ijtimoiy tizim masalalari ko'rib chiqiladi. Salafiylar davlat topishi haqida gap ketganda, miloddan avvalgi 323-yilda Aleksandr Makedonskiy Bobilda xastalikdan vafot etadi. Har xil bitta farazlar bor uning vafoti haqida. Shundan so'ng Makedonskiy qo'l ostida bo'lgan yerlarni egallagan satraplar va uning qo'l ostidagi qo'mondonlar o'rtasida davlatni taqsimlash masalasida jiddiy kurashlar ketadi. Yunon eli, lekin bu kurashlarning hammasida bitta masala ko'rib chiqiladi, ya'ni bu hududlar qanday boshqariladi degan masala. Ya'ni Aleksandr Makedonskiy egallagan hududlar Yunon Baktriya, ya'ni Yunon Makedon boshqaruvi asosida amalga oshirilishi hamma yerda bir xil shart qilib qo'yiladi va sarkardalar Aleksandr Makedonskiyning yirik sarkardalari bo'lgan diadoxlar bu davrda muayyan hududlarga hukmronlik qila boshlaydi. Shulardan biri Turon hududlarini o'z tasarrufiga olgan bu Baktriya, Sug'diyona, Marg'iyona hududlarini o'z tasarrufiga olgan bu Salafka nomi bilan mashhur shaxs hisoblanadi. Salafiylar davlatining hududi albatta juda katta hududni egallaydi. Bu Aleksandr egallagan hududlarning juda asosiy qismi desak ham bo'ladi. Salafiylar tasarrufiga o'tadi. Misr, Makedoniya hududlari unaqa katta hudud hisoblanmaydi. Ya'ni boshqa qo'mondonlarga tekkan hududlar, lekin Salafiyning hududlari demak O'rta Yer dengizidan to Hindistongacha bo'lgan hududlarni, Kaspiy dengizi bo'ylaridan to Fors ko'rfazigacha bo'lgan hududlarni egallaydi. Demak, bu hududlarni egallagan Salafga esa bevosita mana shu yerdagi butun bir shaharlarga, bu shaharlardagi hunarmandchilik mahsulotlariga, chorvachilik mahsulotlariga, aholining turmush hayotida bo'lgan barcha jihatlarga egalik qila boshlaydi. Uning qo'l ostidagi hududlar albatta boy hududlar edi. Shu bois ham Salafga o'z davlatlarini tezda tiklab olib, o'sha mintaqada yetakchi davlatga aylanishga erishadi. Va u esa tabiiyki o'sha Ipak yo'li tarmoqlariga egalik qilgani uchun atrofdagi hududlar bilan bevosita aloqalar olib borishga musharraf bo'ladi. Salafiylar davlati Ptolemey Tropining yozishicha Salavik ba'zi bir o'lkalarni muzokaralar yo'li bilan egalladi, ammo Baktriya partiyasi So'g'd yerlarida va yerlarda qattiq qarshilikka uchradi va og'ir janglar olib borishga to'g'ri keldi deb yozdi. Demak, shundan ma'lumki, bizning hududimiz aholisi Yunon Makedon qo'shinlariga va Salavka qo'shinlariga jiddiy qarshilik ko'rsatgan hududlar sirasiga kiradi. Sababi bu yerda erkparvar, ozodlik istovchi, doimo mustaqil yashagan xalqlar bo'lgani uchun ular o'z mustaqilligi uchun kurashni davom ettiradi. Salafga bakteriyaliklar, So'g'diylar, partiyaliklar va girkaniyaliklar bilan ko'p urushlar olib borgach, ular yerlariga hukmronlik qila boshladi degan ma'lumotlarni demak Yunon manbalari keltirib o'tadi. Salafkilar garchi qarshilikka uchragan bo'lsa ham mazkur hududlarga egalik qiladi. Bu hududlarda esa o'sha Salafka davridagi boshqaruvni Yunon Makedon hamda Yunon Baktriya ko'rinishidagi boshqaruv an'analari asta-sekin yo'lga qo'ya boshladi. Nima uchun deganda, sababi Salafka o'zi egallagan hududlardagi avvalgi ma'muriy boshqaruvlarga nisbatan erkinlik beradi. Ularni batamom Yunon boshqaruviga o'tkazmaydi. Sababi bu yerdagi aholi doimiy ravishda o'sha o'zining qadimgi an'analarini yashab kelganligini Salafga yaxshi tushungan va ularni bu an'analarni ham hurmat qilishga erishgan. Endi Salafkadan keyin hukmronlikka kelgan Antiox esa, bu sizlarga ma'lum, Antiox esa
o'z nasl nasabiga ko'ra Baktriya Yunon va Suudiy deyiladi. Onasi Suudiy bo'lgan, ismi Apamo bo'lgan. Bu mashhur sarkarda Ptolemeyning qizi hisoblanadi. Apamoning Salavkaning farzandi bo'lgani uchun Antiox mana bu hududlarda turk islohotlar olib boradi va onasi sharafiga juda katta qurilish ishlarini amalga oshiradi. Suriyada ham, Eronda ham, boshqa hududlarda onasi Apamoga turli xil ibodatxonalar qurishni yo'lga qo'yadi. Ammo lekin Ruxshonaning taqdiri esa ancha fojiali tugagan. Aleksandr Makedonskiy bilan turmush qurgan, u esa o'sha Aleksandr Makedonskiydan keyin fojiali o'lim topgan degan ma'lumotlar mavjud. Endi Salafkiylar davlati ham o'z navbatida asta-sekin ma'lum bir qismlarga bo'linishni boshlaydi. Bu Yunon Baktriya davlatiga, Parfiya davlatiga, Salafkiylar o'zi hududiga va muayyan shaharlar boshqaruvidagi davlatlarga bo'lina boshlaydi. Salafkiylar davlatining asosiy demak markazlari bu Balx shahri, Baktriya, ya'ni hozirgi Afg'oniston hududida Mozori Sharif yaqinidagi shahar hisoblanadi va bu davrda Salafkiylar davlati tanga pullar chop etadi va tanga pullar orqali ijtimoiy hayotni rivojlantirishga harakat qiladi. Salafkiylar boshqaruv davrida demak ham Yunon Baktriya boshqaruvi, ham Yunon Makedon boshqaruvi, ham Yunon Baktriya boshqaruvi yo'lga qo'yiladi va bu esa boshqaruvni bir qadar demokratik yo'lda olib borish imkoniyatini beradi. Endi podshoh demak asosiy ma'muriy boshqaruv rahbari hamda bosh qo'mondon hisoblangan. Undan keyin esa davlatda bosh qozi, bosh sudya deyiladi. Oliy qonun chiqaruvchi hisoblangan. Podshoh devonxonasi mavjud bo'lgan. Ya'ni podshoh devonxonasida o'sha butun ma'muriy boshqaruv ishlari amalga oshirilgan. Moliya boshqaruvi bo'lgan. Soliqlar bo'yicha soliqlarni nazorat qiladigan va kelib tushadigan tushumlarni nazorat qiladigan moliya boshqaruvi bo'lgan. Keyin bu davrda Salafkiylar davlat boshqaruvi davri demak har bitta satraplik podshoh tomonidan albatta tayinlangan va ular bilan birga, satrap bilan birga ba'zan strateglar ham bo'lgan. Ba'zi hollarda urush paytlarida davlatning strateglar o'sha hududlarni strateglarga boshqaruvga topshirilgan. Sababi strateglar harbiy qo'mondon sifatida bu davlatlarni boshqarishga harakat qilgan. Salafkiylar davrida ham juda katta ko'lamdagi qurilish ishlari amalga oshiriladi. Bir qator shaharlar quriladi. Bu o'sha Baktriya, Marg'ilona, Sug'diyona, Parfiya hududlarida yirik shaharlar tashkil topadi. Sabab shaharlarda hunarmandchilik rivojlanadi. Hunarmandchilik esa o'z navbatida savdo-sotiq rivojlanishiga olib keladi. Mana shu jihatlar haqida sizlar bilan gaplashmoqchi edik. E'tiboringlar uchun rahmat.